Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Men 109-umumiy o'rta bilim beruvchi maktabning o'zbek tili va adabiyot fani o'qituvchisi Karimqulova Gulnora bo'laman. Bugun sizlar bilan 8-sinf uchun o'zbek tili fanidan kasb va mehnat kelajakdagi kasblar bo'limidagi kasb va mehnat mavzusini o'tamiz. Ta'limiy maqsadlarimiz 8-1-3-1 matnning avvalgi tuzilishini saqlagan holda nutq turlaridan foydalanib matn mazmunini qayta hikoya qilish, 8-2-2-1 ijtimoiy, maishiy, madaniy, tarixiy mavzularga oid dialog, monologlar, poliloglar, qo'llanmalar, tabriknomalar, axborotlar, intervyu, munozaralar, yo'llanmalar, monografiya va leksiyalarning parchalarida muallif ko'targan masalani va ekspressiv emotsional so'zlarning vazifasini tahlil qilish. Yutuq mezonlari kasb tanlashga va mehnatga qiziqishini orttirish, tanlagan kasbi unga baxt keltirishini anglatish, yaxshi yashash uchun mehnat qilish kerakligini tushuntirish. Til maqsadlari sintaksis haqida tushunchaga ega bo'lish, yig'iq va yoyiq gaplarning farqini bilish, dialog uchun foydali yo'llanmalar, sintaksis nima, kasbni qanday tanlash mumkin. Baholash mezonlari matnning avvalgi tuzilishini saqlagan holda mazmunni qayta hikoya qilamiz, esse yoza olamiz, aniq dalillar keltira olamiz, savollar tuza olamiz, yig'iq va yoyiq gaplarni farqlay olamiz. Insoniy qadriyatlarni singdirish, o'quvchini o'zi yoqtirgan ma'lum bir kasb egasi bo'lishga yo'naltirish, sabr-toqatli bo'lishga, o'zaro hurmatni shakllantirish, mehnatga havas uyg'otish, insonlararo munosabatlarni yaxshilashga intiltirish, fanlararo bog'lanish, o'zbek adabiyoti, tilshunoslik, hayot bilan bog'lash, tarix fani bilan bog'liq, mavzuga oid manbalar, hayotiy misollar keltirish orqali bog'lanish. Aziz o'quvchilar, bugun sizlarga quyidagi savollar bilan aqliy hujum qilamiz. Birinchi savol: kasb deganda nimani tushunasiz? Qanday mehnat turlari bor? Siz ham mehnat qilasizmi? Ushbu savollarga tezlik bilan javob yozing. Darsni boshlashdan oldin yig'iq va yoyiq gap haqida tushuncha beraman. Sodda gaplar tuzilishiga ko'ra yig'iq gap va yoyiq gaplarga bo'linadi. Yig'iq sodda gaplar faqat bosh bo'laklardan, ya'ni ega va kesimdan tashkil topadi. Masalan, quyosh chiqdi, do'stlik uzilmasin, kitob oftob. Yoyiq sodda gaplar tarkibida ikkinchi darajali bo'laklar ham ishtirok etadi. Yotog'iga yo'l olgan quyosh tog'lar ortiga asta-sekin botib bormoqda. Endi esa o'quvchilar darslik bilan ishlaymiz. 37-mashqni ochamiz va vazifalarni bajaramiz. Birinchi topshiriq: she'rni o'qib chiqing va asosiy g'oyasini aniqlang. Matn tuzilishini saqlagan holda mazmunni so'zlang. Ikkinchi, men sevgan kasb mavzusida esse yozing. Ish jarayonini tanishgan esse yozish qoidalariga to'liq rioya qiling. Uchinchi, siz yozgan esse bilan she'riy matndagi gaplarda gap bo'laklarining joylashish tartibiga e'tibor bering va farqini aniqlang. She'rdagi bosh bo'laklarni aniqlab, yig'iq va yoyiq gaplardan foydalaning. Ushbu topshiriq bo'yicha deskriptorlar quyidagilardan iborat: matnning asosiy g'oyani aniqlaydi, mazmunni qayta hikoya qiladi, esse yoza oladi, bosh bo'laklarni aniqlaydi, yig'iq va yoyiq gaplardan foydalanadi. Darslikdagi ikkinchi topshiriq. 38-mashq. Matn bilan tanishib, quyidagi savol va topshiriqlarni bajaring. Birinchi, aqliy hujum usuli orqali kim bo'lsam ekan savoliga javob yozing. Ikkinchi, siz yoqtirgan kasb bo'yicha to'liq ma'lumotga egamisiz? Uchinchi, menga shu kasb yoqadi chunki nuqta-o'yga kerakli mazmundagi gaplarni yozing. Shu bo'yicha taqdimot tayyorlang. To'rtinchi, tilimizda qanday so'zlar borligi haqida ma'lumot bering. So'z qanday qism va u nimani anglatadi? Ushbu topshiriq bo'yicha deskriptor quyidagicha: savolga javob yozadi, kasb haqida ma'lumot keltiradi, taqdimotda ishtirok etadi, so'z haqida ma'lumot beradi. Endi o'quvchilar, 3-topshiriq, 39-mashq. Matn mazmunini o'qing va mazmunni yorituvchi 3 tayanch so'z toping. Ular yordamida matnning g'oyasini aniqlang.
Berilgan matnning uslubini aniqlang. Tayanch so'zlar yordamida so'z birikmalarini hosil qiling. 3. So'z va so'z birikmalari ishtirokida gaplar hosil qiling. So'ngra gaplarni mazmunan bog'lab, mavzuga oid matn yarating. Maqollardan foydalanib, matn mazmunini boyiting. Deskriptorlar matn mazmunini yaratuvchi 3 ta tayanch so'z topadi, matnning uslubini aniqlaydi, so'z birikmasini hosil qiladi, gaplarni mazmunan bog'lab, matn hosil qiladi. Endi esa o'quvchilar, sizlarga mustaqil topshiriq. Kasb tanlashda nimaga e'tibor berasiz? Ushbu savolga javob yozing. Darsda qanday natijaga erishganingizni bilish uchun quyidagi refleksiyaga murojaat qilamiz. Bugun men bildim, qiyin bo'ldi. Men shuni tushundimki, men o'rgandim, men uddalay bildim. Bilish qiziqarli bo'ldi, meni hayratga soldi. Ushbu nuqtalar o'rniga o'zingizga tegishli so'zlarni qo'yib, fikringizni yozing. Aziz o'quvchilar, sizlarga uyga vazifa, yozgan matningiz bilan berilgan matnni solishtiring va farqini yozing. Shu bilan darsimiz tamom. E'tiboringlar uchun rahmat. Hurmatli o'quvchilar, sizlar vazifalarni o'z vaqtida bajarasizlar degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.